15-avgust kuni Indoneziyaning sharqiy qismida 7.7 magnitudali zilzila ro'y berdi. Zilzila epimarkazga eng yaqin bo'lgan Flores oroldagi Maumere shahrida o'nlab kishilar halok bo'lib, ko'plab binolar vayron bo'lgan. Shuningdek, Manggarai okrugi Riok qishlog'ida vayronalar orasida bir necha kishi jasadi topilgan. Ushbu okrugda zilzila oqibatida ko'chki ro'y berib, yo'llar to'silib qolgan. 2000 kishi vaqtincha yashash markazlariga joylashtirilgan. Jami qurbonlar soni hozircha 47 kishini tashkil etmoqda. Yana o'nlab kishilar jarohatlangan. Qutqaruvchilar yo'llar to'silgani tufayli barcha aholi yashash manzillariga ham yetib bora olmayapti. Zilzila tufayli ko'plab hududlar elektr ta'minotidan uzilgan. Bu ham ma'lumot tarqatish hamda qidiruv-qutqaruv ishlari olib borishni qiyinlashtirmoqda. 12 soat o'tib, Sumatra oroli sohillarida yana bir zilzila ro'y berdi. U yerdagi jabrlanuvchilar va vayronagarchiliklar haqida ma'lumot yo'q.